Assalamu alaikum, hurmatli jamoat. Bugun Jalolobod oblasti Zarqarg'on Жылқы bozorida dostlar. Bugun shu yerda qisqacha olingan sotgan bolalar bildiramiz. Hozir Abakandan kelgan ekat bor ekan. Bolalarni alıştirib bildiramiz dostlar. Basını 280 ming so'mdan deydi. $280 so'mdan deydi. Koyup vereyim sana. 85'ten koyup veresin. Koyup vereyim sana. İlave etmez. Koyup vereyim. Var mı? 81 bin son verelim. Veresin bana. 5'ten koyup vereyim derim da. Yok ben sana koyup vereyim de. Kaç soda oldu da gel? Koyup vereyim. Sana kalatırlanıp vereyim de. Oldu. Not soda oldu. Kança? 81 ming. Kança ver dedin sen kes? Koyup vereyim de şunlar. Tartta ver. 81 ming so'm sura tutishdi. Taza jaydari. O'z-o'zini qirg'iz yilqiladi. Yo'q, ketdimi? Yok veresin. Koyup veresin de orada. Pazara kadar veresin. Tamam vermedim. Tamam hazır ver. 81 ming so'm sura tutishdi. Polvon at qancha polvon? At qancha at? Qancha? 110 ming so'm. Shu bilan ko'ngilga tushib turadi taqsaloq. Hadisga o'xshaydi ekan. Hadisdagi qizil forma kiyib turgan. Şunu az deyqanlar görüyordu. Eğer alolmasa şunu görüp alıp söyleşip olamız. Birinci sodanı men qilib otdim eles. Anan qo'yib bergandan keyin nasıl görüp çatışıydı. 90 ming so'm so'radim men. Bu 120 ming so'm. Yaxshi ekan. Başlayacağım bulatlar. Şulatdı 180 ming so'mga boya berib aytdilar. Yerda. O'sha. 180 ming so'mga berib aytgan qancha oldu bilmayman. Yaqa chaqirib Aybek sodani qilib otgan o'sha 180 ming so'm boya bo'lyaptilar. Assalomu alaykum. Bunu iki at kaptım baylap aylamışsın. Evet sizdeki mi? Satastamdı. Düşünenler. Düşün aklı berseniz. Az bulçu. Bütün degende ne kılayın? Apaşa geldi. Bekir sodanı. Ali günde kıladı. Gel. Sen. Benim neyse bir yaktan iyi kaldı. Altın degan polvonlar men arasında var. Bak. Hayır bu mevzu. Bütün sizden sonra bağlı. Bu bayan sana koyup bırakayım. Olmazsa geçmiş savaşarsın diye. Sıragan adam olar. Sıragan adam olar. Bu da kapaş izlemnat. 400 ming so'm deydi. Cho'nqulga kelgan ekan.
Meni jezdен bulak negesi. Simi qayerdan kelgan bu? Şatadan da cevap belgesi gelmedi kaç ketdi. Mana şu latda 103 ming so'mga olibdir. 103 ming bo'ldi o'le? Qanchaga sotasın endi? 150 ming kam bordan. 150 ming kam bor. To'xta. Bana bekerle berib turaysiz shuni. Nega? Veresin de gel. Nega? Çıpaç alıp vereyim sana. Nega? İyi. Çıpaç kalmastırmayısın. Faroz kan. Kunan. Yok kunan bas kanca gene. 120 ming. Kalay eken giymisi olasın. Şu kuman jağı olur. Sabah. Krasavçı ekan. Nede soda qaysi soda bo'lyapti ekan? Qaysi soda oldi akalar? Al satarlar. Eko bir. Qanchadan? 810 ming. Nomer narxi? Takanni ola. Takanning balasi degan nono nemeni aytdi topasiz-chi. Qunonning liniyasi bor ekan, garaj. Qanaqa ketib qoldi? Ona qizil kiyimni yurgan. Menga jaqda boqqan. Şun menen aşağı ekona 110 ming so'm tirg'ab beka suryapti. Sırğa beka gözlü balada. Altın yaxşısın qarmaydı. Buna şulat diametri men 120-130 soda olotqanda qaraqçı sırğa beka. Buna geldi buna dakan. Dakan geldi o. Şunu da dakan liniyasından dik. Akalar qancha oldu bunu? Oy, inişke teyi koydu oy. 110 ming so'm bo'ldi bu. 110 ming so'm bo'ldi. Jaşim ne ekan akalar? Jaşı Qunon ha? Jazg'a chiqmadi? 110 ming so'm. Nomer aytib qo'ysanlar aka. Bak şimdi tuğanlar men daha özüm gözlüğün atım alı oldum az. Qancha olsun mu? Tak 110 dedi. 110 dediniz baka? 110 ming so'm bo'ldi. Bak men daha özüm gözlüğün atım alı oldum az. Ma. Krasavchik ma. Kendini urug'una ileshetgandan 107 ming so'm bo'ldi bu. Yo'qda xalasa yetakchilar olib chiqadi. To'g'ri densoligi toza ko'proq minilib. Chivas tatilib qoldi işte. Yengil choyag'igan o'zida-chi. Da xalasa sotiladi. Telefon nomer 706 40 89 48. Arqalari ham kuchli janovar. Tak telefon nomeri de aytdim, 706 40 89 48. Şuna çalıveresin. Daha da özüm gözlüğünü atım almalıyım. Tak 107 ming so'm bo'ldi aytdim ha. Sonog'i 110 ming so'm bo'lib turibdi. Ya bu ming emas ekan aka. Bu ming emas ekan. 110 ming. Aqtulpar.
Ya at qancha ekan be? 120 ming. Bozor qancha qildi? 100 ming turadi bu. Bozat qancha bozat? 120 ming so'm. Bu. Palvan torunu minib oltirgan palvan bola. At qancha oldu atar? 250. Qanday yaxshimi? 250 ming so'm. Jashi qanday o'qiyapti? Hozir qunonmi jash? Parodam ekan. Telefon nomerini aytib qo'yasizmi? Telefon nomeri yo'q. Hayır. Telefon nomeri bo'yicha kommentariyaga so'rab qo'ysang bo'ladi, olib qo'ysang bo'ladi deb qolishadi. Ay, siladingmi? Bir aylandirib qo'yaylik. At qancha ukam? 200 ming kam bor, ha? Ya torun sattыңызбы aka? Almıştık. Qanchaga bo'lib qoldi shunda? 95 mingga beraversangiz bo'ladi aka. Onlar aşırırdın yani. Qanchaga ketdi? Aşırdı mı? Berdi bakta almış. 100 ga chamalapsiz da. Toy. 200 ming so'm ketdi. Nomerdi bormi? Qancha? 704 ha? 03 84 35. 200 ming so'm ekan, 1,5 jash deydi. Erten menen bu akalardan boshqa bir to'ratni 95 ming so'm savdo qilib meni berib edilar. Son 5'e berbey 100'e çamaladık deb qo'ydim, bilmayman biroq. Men o'zim ko'zlagan mal oldim biroq zo'r bo'ldi. Bu kadar faydasını bereydi deb ishni harakat qilishdi biroq. Hozirroq men bitib deb inson bereydi, inson bereydi ama bir atratacağını 107 ming so'm. Nolardı 280 ming so'mdan da o'tgan edi, men topdim mana. Aqtulpar. Ova, o'sha tush keldi o'chida bunun. Bunun tush keldi jariya deb shant tartchilim. Aman qarasam go'ncha aqtatgan. Shantdan aqtulpar qilib o'zgartib qo'yaylik, aqtulpar qilib o'zgartganmiz. Negiz attapay жүргөн birasa başındayız. Aqshulpar dedik, boshqa dedik, bu dedik. Keyin qirg'iz yilqi deb o'zgartsam bu dedim. Aka, qancha ekan bu? 90 ming so'm. Keyin kam. Ko'zi ko'rbay qolibdi aka. Ko'zi ko'radi. Ko'raver. Chekka. Ko'zi ko'rbay qolibdi. Ya qancha bo'lsa berasiz aka, sizdanmi bu? Telefon nomeri aytib qo'ymaysizmi? Telefon nomeri. Telefon nomeri yo'q ekan. Mayli o'zimda. Attım biroq qiziq ko'zi ko'rmaydi ekan. Yetmiş ming so'm bo'ldi ular bu. 70 mingga olib oldim hozir. 70 mingga olib oldingiz, ha? 70 mingga olib olibdirlar aka. Oho. Nasıl 73'e satmayaptır? 73'e bermayapti. Biz 70'ga olib oldim. 70'ga olibdir. 73'ga bunu satmayaptır. Bunu qanchaga berasam? 75 bo'lsa beraman. 75 ming bo'lsa beraman. Yusuf qanchayi? 4 kamermi o? 3,5 ma bor. 3,5 ma ber. Qaysi onda savdo oldi u? Qancha? 70.
73 bin so'm sotib. 5 so'm qo'shib oling ham ava. 73 ming so'm olgan. 73 Men de zaman aytmadım. Жақсы ham айтып кетті. Kim болып? Әрбіріне 1000 сом жесеңіз 73 ming so'm. 73 ga berib yaptı. Ondan rasan ingen ekanda janivarda jo'rg'i bo'lgan ekan, ustilarni o'yib. Qancha deyapti ekan ham. Jamon jo'r, buyog'i ham jo'r bo'ldi. Akalar qancha oldi? Qashqat. 100 ming deb otasiz? 100 ming deb otdi. 85 larga beradi, tamam. Janivar ko'rmagan siz qolyapti damni. Kuchli olib sotarlar. Pul esepteyveradi deganda kechikil oyoqda eseptayotgan, bu yoqda eseptayotgan. Qaysi qancha olib ketdi akalar? Adashtirmay turaylik bular. Pulni eseptayapsiz. Qaysi qancha oldi negizi, ha? Ko'rbay qoldingiz, ha? Ama kuchli olib sotarlar bular. Alat satat da sınarı veri. Bundan alğan olsaydı asırayız qancha qalğan. Alat satarlardı köp jaman görüveredi da. Alat satat. Jaman ham var biroq alğanına qo'shib necha qaldim ele, monday oldu ele. Monchaga berbey tam deb. Biroq ekotin yaxshi bo'ldi bular amna yolda var. Pazarda görüp жүрөбүз, бирок көпчүлүк неме кылат да. Алганына пайда берет. Канча болду акам да далат экен? 62 миң сом, а? 62 миң сом болду. Ачыгын айтып да. Ого, булар пулун эсептеп бүтпөй турган болду. Мынакей мен бая 95 миң сомго соода кылганда торубочу. 95 ming olsam bermey qo'ygan. 100 ga chamalab satdik deydi. Agi. Azmi chunqurda turadi, shuning uchun nima ko'rinib olsa kerak kishilar. O'zi cho'ng negizda. Otlar turaverib qo'yib ishlaganda bu yerda. 95 ming olsam bermey qo'ydilar. Жазга pishti bo'lib ketganda ichini ochtirib ko'rsatmay qo'ygan biroq. Tak. Hozir ham ochayın desem bo'lmaydi-ku. Жақсы нәрселерді бірақ 95 мыңға алып алғандан зор болады. Ай, жүзге чамаладық деп қойды. 95 мың сом сұрасам бербей қалған. О, шат сатылып тұр, тартып қойыңыз. Торч қанша болды әке? 62.500 сом oldu. Hayra satıla, nomer ayt koymaysan mı satılsa? Nomer aytma. 62.500 сом. İşte gelecek payı. Nomer aytpay izdik. Men nomerini suragaным sebebi maga çalganlar ham болуп калат да. Мага ошо ат жагып калды, номерин таап бер дегенде. 774 да, ha? 79.86. Болду мынакей. 110 ming bo'lgan. 110 ming alıştım. 17 canavarın soda olup duramaz. 80 mingden de öyle. Dağlı sırğa belki sodamı kaynat attı. Bayağı sırğa belki. Kaça verdik? 160 ming so'm berib atdi. Hadi. Tamam ver.
160 ming so'mga soda bo'lib tursin. Pazarın en kurtuluğuna bekliyoruz. Geçen günü bir hafta tartışıp etmeliye bu altı tartı kanlayımındaydı. Sığa bir kayıtta tattı, kulağı garanti. Salık görüp o sanasında WhatsApp ile komentarını görül bağın adamlar cazabı bilmeyim de şunun için. Akpulpar deyen kanaldan çağırdı. Ova. Videoda aytı da kulağa çağıp salıp görüp pulun sanasın 250 bin kemi var dedi Sırğa Beyken. Dese dele adamların жазған komentarlerini gördün değil mi? Alıp satardık anlayımınday deyip. Yok жақшаттарды alıp satar. Ya bu hayaldi gaz he. Bakalım. İşte kulağım. 160 bin so'm. Hazır mı? Sırttan gelmez. Qancha berib qo'ydi? Dedin qanchasi? 170 bin so'm berdi. Ya azına qolib turdi. 170 bin so'm bo'lsa. 170 bin so'm. Gel. Yok, erkekçe hiç kim so'ralga yo'q sen qo'ling barmoq. Hechga qarab tur. Qancha oldu? 170 bin so'm bo'lsa. Nasıl kapıştı ekansan? Ötken falan sattın mı? Kaçana git? Kralı koyuyorum ama. Nerede git? Koyuyorum. Veresin başkan? 76 olsa bir alıp etelim. Kaça verdin ya? Doğru kendine. Kaçıda? 170. Doğru mu yaşlı? Yedi az bir kızık buladı hazır. Ayda can var ya. Can hını var şeklinde. Yok koy berçe. Can yüren çevirken. Ya bunu aldın harbi. Aldın harbi. Kança pulu? Kança? 170. 70 mi? O bugün azı kulunluğunda 80-90 100 minden az yaxşı kulunlar satılır. Bak linyası varlar. Hey hey hey. Talayga beri burun attı, salaktı. Qancha oldu talayga? 100 bin oldu. 100 mingga aldınız ha? Жазga pişti. Yayında. Korlar yanında. 100 mingga aldın. Qancha olsa beresen bunu? Fayda versen. Kişnelevi 1-2 ming so'm. 100 mingga aldı şunu. Жазга asıy bolat ha? Hazır pişti. Kösü жақсы ekan. Mınakey. Azı sayılı ekan. Sayğanmı? Sayğan emas azın ha? Ha sayıp kişiden börtüp koyup durun. Sayıp koyup durun. Azını sayıp koyup durun. 110. 110 ming so'm ne var? Sal kam mingga o'xshaydi.
Hammayından. 110 ming so'mda jilkari yaxshi ekan. Yaxtan ne oldu? Çok atımızda Sırgabey'e soda qilib turganda hali. Dağdılar Sırgabey'e. Ekrandan aç ekrandan. 175 oldu. Doğru. Tepesi olotli. 175 ming so'mga chiqib Ya qancha ming so'm bo'lsa da oldi hozir. Qancha chiqib qoldi? 193 ming so'mga soda bo'lyapti maka. Bu cho'ng soda oltav? 170 ga naqshat. 193 ming so'mga shuni so'rayapti. Yo'q, buni ot qilib olib satuvchiga qiynalsa kerak qoldi. Meni ham ko'ribdi bu qanday chiqadi, qanday bo'ladi. Tavakkal soda oldi, ondan ko'ra 193 mingga boshqa to'lagan yaxshi. Bor. Akayza ichibdi. Bering Radno Belçika. Olmaydi. Biz aşıcı koku vardı. Onu mende şurada koşuyor. Sen 5 bin çıkanın mı? Başta bir karşı bola doy. Milyonluk at bolsun da barakan özde. Buna kadar tumanda uçlar bugün 194 binge satıldı. 194 ming so'm. 340 ming var. 194 binge Şundan olsun 194 ming so'm bo'ldi o'shandammi? Qancha oldu? Naka 194 ming so'm bo'ldi. Koşta bitti. Yine biz yok. Satke de bekliyoruz. Ekmaz bitti. Ne olsun 140 ming so'mga so'rayapti. Artması 194. Evet, bize gelse Nasıl? 350 bekana. 160 ming so'm bir. Qayerda bozor soda yo'q, boshqa kesadilar bugundalar. Xo'p, aka. Sizlar nima deysiz? Ber boshqa. Ber. 140 ming so'mga so'rayapti. Hayır çam oldu. Bor, kam bo'ldi. O'cha. Bor, ancha verdi. Yaxshi oldu nasıl? Ber. Sen? Bo'lmay anda bo'lgan. Kelin ile ko'rsak qo'yaki. 140 ming so'mga so'rayapti.